O'zbekiston xalqidan ham, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va butun musulmon xalqidan Alloh rozi bo'lsin. Mana meni bug'doy o'rishimni ko'ringlar birodarlar. Asifxon qanday bug'doy o'radi? Birma-bir bo'lmasam video sizlar bilan ko'ringlar. Bismillahirrohmanirrohim. 500 afg'oni bo'ladi, ya'ni 91 ming so'm. Mana shunday birodarlar, dehqonchilik. Assalomu alaykum, Yozmurod aka. Va alaykum. Mana birodarlar, dehqon akalarimiz ham bug'doy o'rmoqda. Mana bugun 2025-yil 25-may kunlardan ham yakshanba. Mana dehqonchilik Afg'onistonda bug'doylar o'rma mavsumi boshladi birodarlar. Mana ko'rganingizdek dehqon akalarimiz ham kech demasdan kunduzi kunduz issiqni issiq demasdan maşallah dehqon akalarimiz bug'doy o'rmoqda. Mana ko'rganingizdek birodarlar, mana bu yerga o'tgan yili sholi ekilgan, maşallah Alloh barakasini bersin. Bug'doy ham juda yaxshi bo'lgan bu yillari. Bu yil juda yaxshi bug'doy bo'lgan. Mana ko'rganingizdek, qaranglar, bir dona ham o't yo'q, maşallah, xurmonga baraka. Bug'doy zo'r chiqqandan keyin mana 5 dona hozir mana mardikor sexim bo'ladi. Mana shunda 5 ta ishsiz ishlab o'tiribdilar. Akamizning yerlari juda ko'p, maşallah, Alloh barakasini bersin, xurmonga baraka. Mana shunday birodarlar 2 kun, 3 kun bug'doy tinmasdan bug'doy o'radilar. Issiqni issiq demasdan, kechani kech demasdan mana shunday zahmatkash akalarimiz, dehqon akalarimiz mana shunday bug'doy o'rmoqda. Alloh kuch-quvvat bersin dehqon akalarimizga. Afg'onistonda kunlik mana shunday ishlaysiz birodarlar, qaranglar. Shunday dehqonchilik. Bir kunlik ish haqi ham Afg'onistonda birodarlar 91 ming so'm. O'zbekiston so'miga hisoblasak. Bir kunlik mana shunday bug'doy o'rasiz o'roqda 91 ming so'm. Lekin boshqa paytlari arzon birodarlar, 60 ming so'm. Ya'ni 300 afg'oni Afg'oniston puliga hisoblasak, O'zbekiston puliga hisoblasak esa 50 ming so'm. Bug'doy o'roq paytida. Assalom. Yaxshimisiz, sizmisiz? Sog'misiz, baxayr bo'lmisiz? Alhamdulillah. Qanday bu yil hosillar, bug'doylar? Juda yaxshi. O'tgan yilga qaraganda bu yillar hosillar yaxshimi? Bu yillar xeyli yaxshi, o'tgan yilga qaraganda bu yillar. Bu qanday bu bug'doy mardikorchilik degandek kunlik ish haqlari qanday bo'lyapti? Afg'onlik haqlari qanday bo'lyapti hozirgi kunlarda 2025-yillarda mana shunday bug'doy o'roq paytlarda kunlik ish haqlari qanchadan bo'lyapti? 500 afg'oni kunlik haqlari shu vaqt, shu paytda. Boshqa vaqtlari 300 afg'oni beriladi-da kunlik paytlarda. Ha, shu bug'doy o'roqda 500 afg'oni berilar ekan, ha? 500 afg'oni mana shu o'ryapti-ku basalar, bolalar 500 afg'oni kelganda kunliga. Maşallah. Lekin 500 afg'oni o'zbek so'miga hisoblaganda 91 ming so'm bo'ladi. Boshqa paytlar qanday? Masalan, bug'doy o'roq bo'lmasa, spirga degandek boshqa dehqonchilik mana masalan yer og'darasiz u shunday jo'ya qilasiz, xanja deydi. Xanja bizlarda xanja tortadi. Bel bilan yer ag'darasi. U paytlari qancha bo'ladi? Spirga ketganlarda 300 afg'oni beriladi-da, 300 afg'oncha. 300 afg'on Afg'oniston puliga. O'zbek so'miga ham 50 ming so'm bo'ladi. Rahmat Yozmurod aka. Bugun ishlamayapsizmi? Bugun ishlayapman. Bug'doyni bog'layapmiz-da. Ha, bug'doy bog'layapsiz? Ularni ham bo'lmasam ko'rsatib o'taylik inshaalloh. Mana birodarlar, dehqon akalarimiz bir kunda 5 kishi qancha metr yerni o'rsa bo'ladi mana shunday yerlarni? Shunday yerlarni 2000-4000 metr joyni o'rsa bo'ladi. Shunday bug'doy o'roqda, ha, o'roqda o'rsalar 4000 metr. 2000 metr, 4000 metr yerni o'roladimi? O'raldi. Ey maşallah, maşallah. Mana birodarlar, ko'rganingizdek, mana dehqonchilik Afg'onistonda shu bir kunda 2000 metr, 4000 metr yerlarni o'roladilar. Mana shunday birodarlar, dehqonchilik. Inshaalloh kanalimizga obuna bo'lib, videomizga like bosishni unutmanglar. Va bu birodarlar hozir o'rilgan, mana qaranglar, ko'rganingizdek o'ryaptilar. Bu 2 kun shunday to'xtash kerak. Chunki qurishi kerak. Yaxshi qurigandan keyin traktor yaxshi yenchadi buni. Donini yaxshi tez ajratib oladi. Mana shunday birodarlar, dehqonchilik. Inshaalloh kanalimizga obuna bo'lib, videomizga like bosishni unutmanglar. Har bir laykingiz biz uchun muhim birodarlar. Mana birodarlar, ko'rganingizdek, hozir mana bu yerda ham bug'doyni bog'lash jarayoni boshlandi. Mana ko'rganingizdek, mana shunday qilib bog'lanadi birodarlar. Keyin esa mana shunday qilib bir joyga to'planadi bug'doylar. Qaranglar, mana shu yerda hali bug'doyni donini mana shu yerda ajratib olar ekanlar. O'shaning uchun hamma bug'doylar mana shunday bog'lab
hammasini nari tomonga olib ketadilar. Mana bu yerda taq-taqda olyaptilar, ko'rganingizdek mana taq-taqni to'ldirib olib ketadilar. Keyin esa mana shu tomonga boradi. Hammasi uyni burchagiga borar ekan. Mana ko'rganingizdek, mana bu yerda ham akalarimiz bug'doy bog'lamoqda. Assalomu alaykum, xormanglar, dehqon akalarim. Va alaykum assalom, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Charchashlar yo'qmi akajon? Yo'q, charchaganimiz yo'q. Hey, mashallah, bug'doyni bog'layapsizlarmi? Ha, bog'layapmiz, nima qilayapmiz? Hey, mashallah. Kechgacha tugaydimi inshaalloh hammasi? Hey, mashallah. Mashallah. Mana shunday ko'rganingizdek birodarlar, mana shunday qilib bog'lanadi bug'doylar. Yerga to'kilganlarni ham bitta g'ob kesirib, mana shunday bir to'plab olamiz inshaalloh hammasini. Mana birodarlar, dehqonchilik Afg'onistonda halol mehnat birodarlar, halol mehnat mana shunday Afg'onistonda birodarlar. Inshaalloh videomiz yoqadi degan umiddamiz. Har bir laykingiz biz uchun muhim birodarlar. Kanalimizga obuna bo'lib like bosishni unutmanglar. Inshaalloh Afg'oniston qishloq hayoti, turkman to'y, o'zbek to'ylari, urf-odat, rasm rivojlar Asibxonni kanalida inshaalloh ko'rib borasizlar. Kanalimizga obuna bo'lib like bosishni unutmanglar. Mana inshaalloh qo'ldan kelgancha Afg'oniston qishloq hayotini yoritib ko'rsatib boramiz. Xormang Yozminot og'a. Salomat bo'ling. Charchashlar yo'qmi yana? Yo'q, charchash yo'q. Ey mashalloh. Endi qachon bu donini qachon ajratasizlar? Qachon keladi traktor? Traktor ertaga kelsa kerak. Ertaga inshaalloh. Ha, navbat yetishdi. Ha, navbat ekanda. Bu yerda ko'p aholining yerlari bor. Endi navbatga qarar ekansizlarda. Ey mashalloh. Qurib qolibdimi bug'doylar? Qanday? Donlari sinmayaptimi? Yo'q. Ey mashalloh. Mana birodarlar, halol mehnat birodarlar. Halol mehnat Afg'onistonda. Peshana terini aqtirib mana shunday birodarlar, shunday qilib ishlaysiz birodarlar. Bir kunlik ish haqqi ham birodarlar. Shukr qilamiz yana ham. 91 ming so'm bug'doy o'roq paytida. Yana ham shukr qilamiz birodarlar. Mana shunday mardakorchilik ish haqlari ham shunday Afg'onistonda kunlik ish haqlari 91 ming so'm, bug'doy o'roq paytlarda, boshqa paytlarda 50 ming so'mdan birodarlar. O'zbek so'miga 50 ming so'm birodarlar. Mana birodarlar, hamma hozir qaranglar, dehqonchilik Afg'onistonda shunday o'rilib qo'yilgan bug'doy birodarlar. Bu bug'doy hozir 2 kun turish kerak mana shunda. 2 kundan keyin bog'laydilar inshaalloh. Hozir bu tomonlar hamma joy o'rilgan, bog'langan. Mana bu yer dehqon akalarimiz yerlar. Mana bu yerda ham bog'lab o'rib qo'yganlar. Mana bu yerda ham hozir endi traktorga tayyorgarlik inshaalloh bug'doylar donini ajratish jarayoni mana hozir inshaalloh hammasini to'plab mana shunday qilib oladilar, ketirib bir joyga to'playdilar mana shunday qilib. Inshaalloh 1-2 kundan keyin navbat yetishsa, ertaga ham yoki kechga ham navbat yetishsa donini ajratib oladilar. Hamma joylarga bir joyga to'plab, undan keyin traktor keladi. Traktorni ham inshaalloh ko'rsatamiz. Agar videomiz shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz birodarlar, inshaalloh like bosib, qo'llab-quvvatlashni unutmanglar. Yaqin birodarlarga ham videolarimiz tarqatib qo'yishni unutmanglar. Rahmat oldindan birodarlar. Like'lar soni qancha ko'p bo'lsa, kanalimizda videolar soni ham shuncha ko'p bo'ladi. Mana birodarlar, dehqonchilik Afg'onistonda. Mana do'stlar, bu yer ham shola ekilgan mana. Mana sholani shu yerga ekkanlar. Mana suv buning ichida har doim suv bo'lib turishi kerak. Qaranglar. 24 soat suvdan to'lib turishi kerak. Bug'doy suvsiz bo'lmaydi ekan. Bu bug'doy hozir buni ekib qo'yganlar. Inshaalloh mana shu yerlarga ekiladi. Mana bu tomonda bug'doylar olinib bo'lgandan keyin biroz ozgina o'sadi bular bu pirinchlar ham, sholi. Undan keyin hammasini olib, bu yerdan olib ketadi, bu yerda ekishadilar inshaalloh. Biroz o'sish kerak bular. Bilmadim 30 santim, 50 santim bo'lish kerak. Undan keyin ko'rasizlar inshaalloh, ko'rsatamiz birma-bir. Bu yer ham shola ekilgan yer. Sholini bu yerda naholi deydimi shunaqa. Hozir bu yerga ekib qo'ygan ozginaga nahol. Buni olib nariga o'tkazadi hammasini inshaalloh. Hammasini birma-bir ko'rsatib o'tamiz birodarlar.